Assalom boshlayman. Yeng shimarib oshlayman. Obzorni udari bo'ladi, narxini oxirida aytib o'taman. Uyda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, yangamga qora choychani damlatib, o'tirib olib tomosha qiling. Yo'lda bo'lsangiz, kofechani qirqib, obzorni tomosha qiling hamda ushbu video obzorni qaysi furgonni olishni bilmay yurgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Juda manfaatli bo'ladi va sizga rahmat aytadi albatta. Assalomu alaykum aziz mijozlar, Road Star Trans kompaniyamiz doimiy kuzatuvchilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotganlar, mana sizlarga yana dahshat yangilik. Общий 5 ta o'qdan iborat 60 kublik kuzovda 9,5 metrli ichki hajmi 60 kubni tashkil qiladi. Ходовой sistemasi podushkali. Keling ko'rsatib o'tamiz. 270 ot kuchli, barchani sinovidan o'tgan Vichay motor bilan, ya'ni Shakmanning motor korobkasi o'rnatilgan furgonimiz. Kuzovlari ham baquvvat hisoblanadi. Mana profillari dahshat yasalgan. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Euro 5 furgonimiz o'rtamosti linchayka yuk bilan ko'tariladi ham, bemalol rulni burganimizda yuk bilan xohlagan tomonimizga buriladi. 5 ta o'qdan iborat bo'lgan ushbu furgonimiz mana podushkali sistema hisoblanadi mana. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham baquvvat yasalgan, krelolari ham zanglamaydigan, ya'ni 4 ta fortichka ham o'rnatilgan. 5 ta o'qqa tarozidan общий umumiy og'irlik 40 tonna o'tishimiz mumkin. Mashinaning o'zining og'irligi 14 tonna hisoblanadi. Gaz qo'yilgani ham bor, zavodskoy gazga o'zgartirilgan. Mana tiniq ishlab turibdi. Ushbu gaz qo'yilgani resorli komplektatsiya hisoblanadi mana. Resorlar bilan jihozlangan. Ushbu videoni ko'rayotgan shofyorlarimiz, anchaylik shofyorlarimiz bularga o'zi tushuntirishni hojati yo'q. Ularning ichidan o'tibdi, qanaqa furgon kelgan, juda ham ajoyib. Ko'pchilikning havasi ketib ulgurdi. Mana 5 ta o'qqa bemalol gaz qo'yilgandan so'ng 25 tonna yuk yuklay olamiz. Aziz do'stlar, dizayni ham juda ham ajoyib. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Tepada projektorlar, 2 ta spalni. Hozir salonini ham obzor qilib beramiz. Undan oldin esa gaz motori qanday zavodskoy gazga o'zgartirilganini ko'rsatib o'tamiz, keling. Mana aziz do'stlar, bu tomondan ko'rishimiz mumkin. Zavodskoy gazli turbina, zavodskoy gazli injektor blok, zavodskoy gazli galovka. Keling mana. Galovka zavodskoy gazli hamda zavodskoy gazli kompyuterlik miya ham o'rnatilgan. Turbina, zaslonka, injektor blok, kollektorlari ham zavodskoy gazli hisoblanadi. Bu yoqdan kelamiz. Mana kollektorlari ham zavodskoy gazlikniki o'rnatilgan. Turbina ham gazga ishlaydigani. Injektor bloklari ham almashgan aziz do'stlar. Bundan tashqari kolsa porshing ham zavodskoy gazli, ya'ni motorimizni 60% zavodskoy gazga o'zgartirilgan. Aziz do'stlar, zavodskoy gazli qilingan motorlar mana chopki ishlab turibdi. Tiniq sovatchada ishlab o'tiribdi. Barchasiga garantiya 2 yil 100 ming kilometr. Zavodskoy gazlilisiga ham, salarkalilisiga ham 100 ming kilometr yoki 2 yil garantiya beramiz. Gaz balonlar soni 8 ta o'rnatilgan. Mana kuzovlariga ahamiyat beramiz. Ko'rib o'tganingizdek mana lintayka ko'tarilib turibdi. Pastga tushganda yuk bilan esa avtomatik buriladigan hisoblanadi. Radiatori o'rnatilgan, bu yerda esa shub motor maslasi ko'rib o'tishingiz mumkin. Barcha texnikalarda qulay o'rnatilgan, radiator kattarog'idan joylashtirilgan sabab furgonimiz qizimasligi uchun gaz ham juda ham ajoyib tushadi. Xuddi Shakmanday. Motor korobka Shakmanniki, korobka faqat
kuchaytirilgan korobka hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek zapravочный joylari hamda paukchalari ham o'rnatilgan. 8 ta gaz ballonga to'liq gazni bir xil taqsimlab beradi va qishda yaxlab qolishni oldini oladi ushbu pauklarimiz. Endi esa keling kuzovini ko'rib o'tamiz. Kuzov juda ham baquvvat, rama ham, podravnik ham juda ham baquvvatidan o'rnatilgan. Mana aziz do'stlar, podravnikka ahamiyat beramiz. Podravnik shivler emas, bir tomoni ochiq emas, qalin profil hisoblanadi. Mana lagalari ham profildan ishlangan hisoblanadi. 2 qavatli rama hamda dahshat baquvvat fortishkalar mavjud. Yomg'ir kirmaydigan, zanglamaydigan 4 ta fortishka o'rnatilgan. Zavodskoy gazligiga elektron shtorka mavjud. Aziz do'stlar, dizayni ham juda ham ajoyib. Ko'rib turganingizdek projektorlar hamda faralari o'ziga mos uslubda hamda mos dizaynda o'rnatilgan. Bir qarashda qaysi texnikaga o'xshayapti kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa ichiga sayohat qilamiz. Aziz do'stlar, barcha furgonlarimiz, Daewoo furgonimiz ichki kombinatsiyasi mana shunday ranglardan iborat. Malochniy hamda qora rangdan foydalanilgan. Multi rul ko'rib o'tishingiz mumkin. Rullarni o'zimizga bemalol pastga, tepaga moslashimiz mumkin. Chap qo'limizda magnitofon boshqaruvi hamda o'ng qo'lda avtopilot mavjud, ya'ni bir xil tezlikda olib boradi. Bundan tashqari gorniy tormozlarimiz ham mavjud. Tabloda esa shofyorlarni ogohlantiruvchi barcha signallar mavjud. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Vozdux davleniyasi, akkumulyator necha vatt zaryad olayotganligi hamda 100 kilometrga qancha gaz rasxod qilayotganimiz yoki solarka rasxod qilayotganimizni ko'rsatadi. Bundan tashqari esa tepada ko'rishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar, tepadagi projektorlarni boshqaruv tugmasi hamda distansiyon upravleniya, ya'ni oldimizda biror narsa to'xtasa avtomatik mashina tormozlashi hamda qorli, yomg'irli kunlarda mashina muvozanatini saqlash uchun avtomatik tugma mavjud. Bundan tashqari elektron kabinani ko'tarib tushiruvchi tugma, 3 ta javonlar mavjud. Bemalol uzoq yo'lda o'zimizga kerakli bo'lgan jihozlarni joylab borishimiz mumkin hamda lyuk ham mavjud. 2 ta spalnidan iborat bo'lgan ushbu furgonimiz bemalol 2 kishilik yotoq o'rni bilan jihozlangan. Motorimiz Vichay motor, barchani sinovdan o'tgan, gaz tushadigan motorda. Ushbu furgonimiz zavodskoy gazga o'zgartirilgan furgon hisoblanadi. Hozir motorlarni ham birma-bir ko'rsatib, nima almashganini aytib o'tamiz. Bundan tashqari monitorimiz juda ham katta duyumda o'rnatilgan hamda bemalol 360 gradusni ko'rishimiz mumkin. Pardalar ham bor, zavodskoy mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Furgonimizga qo'shimcha xarajat keragi yo'q. Juda ham ajoyib. Aytib o'tganimdek, 5 ta o'qqa общий вес, ya'ni 40 tonna bilan tarozdan o'ta olamiz. Mashinaning umumiy og'irligi 14 tonna. Gaz o'rnatilgandan so'ng 25 tonna yuk yuklay olamiz. Aziz do'stlar, qo'limdagi pult elektron tentimizni boshqaruv pulti hisoblanadi. Bundan tashqari akkumulyatorning massasini o'chirib yoquvchi tugma ham salonda o'rnatilgan. Mana podushkalar boshqaruvi, bu yerda esa avariyniy knopka, konditsioner, pechka barchasi hamda mostlarni qo'shib ayiruvchi blokrovka ham joylashtirilgan. Mana salon chiroqlari ham shu yerdan boshqariladi. Juda ham ajoyib. Shofyorlarga juda ham qulay. Mana manchalik semiz shofyor bo'lmasa kerak, mana bemalol o'rnashib oldim. Qulayliklari juda ham zo'r. Aziz do'stlar, narxlar bilan tanishtirishni boshladim. Resorli komplektatsiyasi, ya'ni ходовой sistemasi resordan iborat Daewoo furgonimiz narxi 68.500 dollar. Xuddi shu komplektatsiya elektron shtorkasiga $1000 qo'shiladi. Zavodskoy gazga esa zavodskoy gazga o'zgartirilgan motor, ehtiyot qismlari hamda gaz ballonlari uchun $10,000 qo'shiladi. Ushbu zavodskoy gazli furgonimiz esa $79.500. Xuddi shu furgonimizning ходовой sistemasi podushkadan iborat bo'lgan furgonimiz $70,000. Soni chegaralangan. Keling, ko'ring. 2 yil 100,000 kilometr barchasiga garantiya. Hattoki zavodskoy gazga o'zgartirilganiga ham 100,000 kilometr yoki 2 yil garantiya beramiz.